Kimdir rasmingiz tarqashdan qo'rqyaptimi? Yoki birov ruxsatsiz videoga oldimi? Endi bu hazil emas, endi javobgarlik bor. Bu qonunni bilmasangiz, o'zingiz aybdorsiz. Endi Instagram, Telegramda, bloglarda ruxsatsiz video rasmlarni olib tarqatib yuborish, hattoki sun'iy intellekt yordamida ham sodir etilsa, u sizga emas, qonunga qarshi chiqyapti. Oliy sud ochiq aytdi. Endi insonning rasmi, ismi, shaxsiy hayoti, videosi bu uning shaxsiy huquqidir. Ruxsatsiz tarqatilgan har qanday shunday material javobgarlik sabab bo'ladi. Endi sizni sharmanda qilgan shaxsda faqat javobgarlik oladi, balki sizga ma'naviy zararni ham to'lab beradi. Jim qolish eng katta xato. Endi siz internetda ham himoyalangansiz. Buning uchun asosiy dalil bu o'sha tarqatilgan materiallar bo'yicha skrinshotlar yetarli. Hattoki bu post o'chirilsa ham yoki fake akkaunt bo'lsa ham javobgarlik belgilab qo'yilgan. Bu videoni barchamiz bilishimiz shart. Mana siz ham bilib oldingiz. Endi like bosib, albatta buni boshqalarga ham tarqatib qo'yamiz. Ayniqsa xotin-qizlar va ayollarga.